Dada Malibu'yizni burrib, oldini yo'q qilib, lab o'qib qo'ydim. Ha, zarar ko'rdi, yana mashinani urdingmi? Dada nabarot zo'ru, palasaga kelganingizda bunday qilib qarab qo'yasiz. Bosmadimmi deb. Dadam yangi mashina olibdimi? Solishli ekan. Dada. Ruslar aka-ukalari bilan urdi. Nima yuradi? Ko'ziga atverka tiqoldim. Uni nimaga shunaqa qiladimi? Cho'ling deyapsan. Dada qara, fint ko'rsataman. Yo, bolam. Hech qilmadi. O'ynaydi. Dadammi? Men sizni ko'ryapman. Hordilar. Qochmang. Yuzingizni screenshot qilib oldim ko'zimda. Ayam qiladi. Jon bolam, faqat ayizga yetmay qolma, xohlagan narsangizni olib beraman. Rossa. Qaydan olding qo'lingdagini? Aytaman, ona aziz, dadamni bitta Toltayda bitta qiz bilan ushlab oldi. Aytmayman deganing-ku. Aytaman, gitasi yo'q ekan ichida. Men diskotekaga bormoqchi edim gitada, tufli bor joyga. Aya bitta Toltayda bitta qiz bilanchi gaplashib turishgan ekan. Aytma, PlayStation beraman dedi. Yo'q deb sizga aytdim. Men hech kimman-da. Xotin, nima beri? Aya, fatality qiling. Nimaga qizlarga like bosdingiz? Nima deysiz? Qo'lim qichidi. Qo'lingizdan qilaysiz, men ketdim uyga. Qachishimni bermang. Qayerga ketyapsan? Oyimnikiga. Erkakka ketasan. Hozir oyim bilan gaplashdim, mana eshi. Bizga kelmasin. Sizni xizmatingizni qilsa toshdek qotib. Baribir ketaman. Hey, to'xta. Qonim ochib ketdi. Kalmasa bilan tuxum pishirib ber. Keyin ketaverasan. Bo'pti. Zavtrigingizni tayyorlab berib ketaman-ki. Nechta? To'rtta tuxum bilan bitta kalmasa yetadi. Qonim ochib ketdi. Bo'pti, men ketdim, o'sha qizlaringizga like bosib o'tiravering. Nima deysiz? Kiyimim dazmollanmaganda ishga borsam xotini yo'q ekan deb kulishmasin. Bo'pti, kiyingizni dazmollab beraman, keyin ketaman. Пожалуйста, kim yo'q deyapti sizga? Ichimdan o'tayotganini faqat unitaz biladi. Yuravering shu qizlaringizga like bosib, men ketdim. Ko'zingga ham o'lgur, ketsang ketaver. Men sen tug'ilgan kuniga valna xaladenligini ana kunlari boridan zakaz qilib qo'yibman. Suvlarni ichib, maza qilib ishlatasan degandim. Valna o'zimizni milliy brend hisoblangani uchun kirmoshni ham ishlab chiqarayotgan ekan. Undan ham zakaz qildim. Bilasanmi nimadan zakaz qildim? Uzun marketdan zakaz qildim. Hozir kelyapti. Endi senga nasib qilmagan ekan. Endi kimgadir nasib qilgan ekan. Endi bilmadim. Endi kimga nasib qilgan? Endi mayli, bir umr ishlatasan deb o'yladim-da. Mayli, ketaver. Davay. Bo'pti. Bir umrga qolaman. Keyin ketaman. Ketaman diyor. Yashamayli ekanda. Ya ko'zingni o'lay o'lgurlar. Nima bo'lyapti? Ambulatoriyaga admin qilaman. Nima bo'lyapti? Qo'yaqlar nima baqiryapsanlar? Assalomu alaykum jigarlar. Assalomu alaykum rais buva. Biz Hindistonga ketyapmiz rais buva. Bizni Hindistonda ham muxlislarimiz ko'p ekan. Endi Bombay ligada jang olib boramiz. Yo, Bombayga borasanmi, Qotortolga borasanmi? Baqirmasdan shug'ullansang bo'ldi. Bola o'g'anib ketmasin. Saturn do'stim, seni sog'indim. Shu yerdaman-ku do'stim. Oktagon liga. Baqirma dedim, baqirma. Ya Tohirjon, yaxshimisiz? Endi foto, endi fama shikishki baba. Ya so'rashib qo'yaylik. So'rash $100. Ya siz ham kuchayib ketdingiz Tohirjon. Oldingizga yaqinlash bo'lmaydigan bo'lib ketibdi. Mahallada nima muammo, nima kamchiligi? Nozimjon. Keling rais buva. Ya, nima bo'ldi? Qizim toshib ketdimi? Ayyo, batallarga zelelka surkashdan o'ynadik, yutib qo'ydim-da. Mayli rais buva, keyin gaplashamiz. Ishdan yirtishdan o'ynatuvdik-da. Ishdan yirtishdan? Ya, mahallaga nima bo'lyapti o'zi? Mahallani obodonchiligiga qarashimiz kerak. Kuchuymi? Machar! Machar! Voy Machar! Machar! Olay mahallada it ko'payib ketdi. Jan, qara.
Salaydan ikki chekimni olsam chiqay, mahallani aylanib chiqay. Shu kunlarda rais bu kayfiyat sollo. O'ldi. Buyingni Amerika masjidi bilan jag'ingga solaydi. Qo'qitib yording, nima bo'lyapti o'zi mahallaga? Bo'lajak turmush o'rtog'ingiz oyiga qancha daromad qilish kerak? 20 ming dollar topishlari kerak, 18 ming dollar menga rasxod qilishlari kerak. Oyiga 20 ming dollar. Siz Jennifer Lopez'sizda, to'g'rimi? William Shakespeare'ning qizimi, Max Twain'ning ammasimi? Anetta dadang senlarni baqaman deb 3 million oylikqa jigari ezilib yotibdi. To'g'ri qol. Jonim, men ham o'zgardim, o'zgasiga ketmadim. Aprasheniya. Mahalla nima bo'lyapti? Urushmay. Barsa zo'r, Real zo'r deb urushasanlar. İnternetda ham shu ahvol. O'sha Barsadagi Yamal ikkita non olib kirdimi uyingga? Yo'q. Seni tanimaydi ham-da. Mbappe 2 kilo go'sht olib kirdimi bolalaringizga yediring deb? Yo'q. 5-2 yo'qol. Fiskal Barsa, fiskal Kataloniya. Aslidajon. Nima olingiz uylantirmayapsiz? 35 ga kirdi. Tishlimi? O'zidan so'ray. Nima Aguero'ga o'sha karlab qo'yadingmi? Doktor Puturga bordingmi? Uyalaman ne rais bu ha? Uyalasa ertaga polni uyalib yurishingga to'g'ri keladi. Yuringlar bu yoqqa. Ko'ryapsanmi, atalar O'zbekistondagi nomer 1 urolog. Farzand ko'rolmayotgan erkaklarni operatsiya qilib, farzand ko'rishiga sababchi bo'layotgan urologlardan bittasi shu bo'ladi. Urologiya bo'yicha nima muammo bo'ladigan bo'lsa, mana shu odamlarga murojaat qilinaveradi. Doktor mo'balani bitta ko'rib qo'ying, Fitfilonga kirgan, hali ham uylanmagan. Aka o'g'liz tekshiruvlardan o'tdi. Hamma yo'g'i soppa sog'lom. Qo'yag'imga uylanmayapsan bo'lmasa. Soling qo'shni. Soling. Bizni ovora qildimi? Endi mana aqib yuradigan qilib soling. Assalomu alaykum. Shashlik Bor aka. Menga bitta qo'y. Menga ikkita tovuq. Bo'ldi, es qilamiz. Aka, mana aytgan qo'yingiz. Jinnimisiz? Singlim mana siz aytgan ikkita tovuq. Ming. Sen jinnimisan, men senga shashlik aytganman. Aka, narsalarni olib kelyapman-da. Bo'pti, hozir shashlik aytib qo'yaman. Sanatingizmi? Sezir obke. Menga Napoleon. Akajonim so'raganingizda Sezar bilan Napoleon. Qara tur aytsanmi, ha? Deydi uxlab qolganmi, bilmayman. Yo'q, shashlik bo'lib qoldimi? Bo'p qoldi aka, bo'p qoldi. Hozir 5 minutda chiqadi aka. Menga qara, shashlikni aytmay qil. 5 barmoq olib kel bizaga. Mana aka. Uzr aka, mana. Mana aka 5 barmoq. Siz jinnimisiz? Ko'ngilli ham aynitib bordingiz. Boring bitta yaxshi suvingizdan olib keling. Akajon, suv so'rovdingiz, Flavis. Amerikadan keltirilgan moviy malina ta'mi, yangi chiqqan. Ichib ko'ring, o'ta mo'tadil. Subtropik mamlakatlardan ham topa olmaysiz. Bitta iching. Iching. Siz ham iching. Vashatamiz zo'r ekan, ha? Aka, O'zbekistonda luboy do'konlardan topsangiz bo'ladi. Suv desa yaxshiroq olib kelgansan-mi? Shustri. Qara biz turmoqchimiz. Faqat dollarda-da maydalab bergan. Bo'ldi, aka, maydalab beramiz. Maydalama uni yirtib. So'm qilib kel, so'm. Yo'q, xavotir olmang, so'mqib beramiz. O'tkir. Bu akaga $100 maydalash kerak ekan, berib yubor. Mana aka 1200 dan maydalayapmiz. Ishonmasangiz sanavam. Yashamayli ekan-de. Yasho, hoy! Hoy, hoy! Yasho, hoy! Hoy, hoy! Yasho, hoy! Hoy! Parasati yo'q, nososramay o'la. Bolalarni so'kormang. Hozir hoy qilib qo'yaman, jimotar. Yasho, hoy! Hoy, hoy! Chiroyli qil, jahl qilmasdan. Yasho, hoy! Hoy, hoy! Bittasini bermayotgani. Meni ammasini uyini talashyapsanmi? Dada olma bermayapti. Meniki bu. Bo'kkini yeysanlar mana shu olmani. Dada hammasini yeyolmaymiz-ku. Yeysan! Tez bo'l, yana bir so'mga turibdi. Yeysanmi? Ikkinchi aka-ukalar narsa talashishgan. Voy dadasi, bolalarimga nima qildi? Bo'kib qoldi. Endi nima qilamiz? Hozir klizma chaqirganman. Yana o'zi ham keldi. Kimdan boshlaymiz? Rahimboy o'g'lim qaydasan? Zapravkadan chiqdim, dada, tinchlikmi? Kim bilan kelding? Shu Ruslan ukam-siz. Dada, mana hozir qaytolmay esdan chiqib qolibdi, uzr. Tez-tezga qo'y yog'i. Bu darmedbonlar dastidan Xonsaroyda mega planetda oldida joylashgan Xonsaroy yulduzi loyihasida uy olib chiqib ketamanmi deyman-da.
Gazga hayda. Gaz oldim dada. Senga gaz olamiz. Parasati yo'q. Dadam uxlayapti ham demaydi. Boshimda, qoq boshimda. Xo'p. Hozir somsaxonaga sovus qilaman.